Kelin, narsalarni tayyorlang, yuvib olaman. Bonu. Onamgacha men bitta tayyorli narsalar shu yerda cho'miladi. Hovliga-ya? Ha, onam men tabiat qo'ynida cho'milish yaxshi ko'radi. Onamga yoqish olaysizmi? Unda mashq tayyorlang, boring. Ha. Oyijon, Xo'p, cho'milib olasizmi narsangiz tanlab qo'ydim. mantiqos qolmisiz? Kim bunaqa sovuq havoda hovlida cho'miladi? Tabiat qo'ynida o'g'ling. Ana, ko'ryapsizmi? Mol desam ishonmaysizda siz. Uyiz tanlagansizda, stadionga qilmabsizda. Istiqlol san'at saroyi sahnasiga qilmabsizda. Maza qilib 4000 ta odamni oldida cho'miladi. Buni miyasini nasos bilan damlash kerak. Voy digosh, yangi ko'yni oldingizmi? Ha, kelin, sepizga bir mashina idish olib kelganda sindiraverasiz. Yangilik bo'lsa idish sindirarkansiz oqim. Ha, dugonam ko'yni olsa yangilik bo'ladimi? Azob, uqubat bu. Eshittiring. Voy digosh, rostdan, yengimi qanaqa ekan ko'ynagingiz? Nima bo'ldi? Xursandchilik bo'lsa sindiramiz dedi. Sindirdim. Oyijon jahlar chiqdi ekan. Hey, yerga urib sindirdingizmi? Ha, sizni xatoyingiz shu-da. Ha, bu boshga urib sindiriladi-yu. Men xatoyingiz to'g'rilang, borib, onamni oldida boshingizga urib sindiring, keyin xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi-ya? Ha, faqat boshingizga uring. Kankir torsa cho'zi. Miya.